ismim Fayoz Boboqulov, asli Navoiy viloyati Xatirchi tumanidanman. Westcliff degan universitet bor. O'sha universitetni men computer science sohasida o'qiganman. Node.js'ni tanlaydigan bo'lsa, yetarlicha O'zbekistonda kadr topa oladi. O'zbekistonda men bilaman $500 oladiganini bilaman. $10,000 oladiganini ham bilaman. U dasturchining уровениga bog'liq. O'ylayman, muammoni hal qilishni bilish kerak. Amerikada, o'sha San Fransiskoda asosiy qatlam bu texnologiya qatlamida ishlaydigan odamlar. Unicornda eng yoqqan narsasi bu o'ylayman komanda 100%. Men ismim Fayoz Boboqulov, asli Navoiy viloyati Xatirchi tumanidanman. Hozirda dasturchi, backend dasturchi bo'lib, Unicorn Soft kompaniyasida ishlayman. Universitetni magistraturasini men Amerika Qo'shma Shtatlarida, Kaliforniya shtatining Los Angeles shahrida Irvine degan shaharchasi bor. O'sha shaharchasida Westcliff degan universitet bor. O'sha universitetni men computer science sohasida o'qiganman. Birinchi o'zi chet el kompaniya Rossiyani Moskvadagi bir kompaniyada ishlaganman. Keyin Ukraina Xarkovda ishlaganman. Undan keyin esa Amerikani kompaniyasida ishla boshlaganman va u yerda eng ko'p ishlaganim adashmasam o'sha kompaniyada bo'lgan. Bu asosan sog'liqni saqlash sohasida SaaS produkt edi. Bu butun Amerika bo'ylab butun hamshiralar va recruiting kompaniyalar va kasalxonalarni birlashtiradigan dastur edi. Bugungi kunda IT bozorida backend dasturchilarga bo'lgan talabni qanday baholaysiz? Adashmasam backendga talab ko'proq. Chunki juda ham ko'p operatsiyalar backendda bo'lganligini evaziga backendda talab ko'p. Lekin frontend ham shunga yarasha bor. Ya'ni qancha sistemalar ko'paygan sari, har xil servislar ko'paygan sari u narsani ham backendni ham frontendni qilishlik kerak bo'ladi. Shuning uchun 60 ga 40 dir balkim. Dasturchilar qanchalik optni bo'ladigan bo'lsa, ularga talab juda ham yuqori. Opti kamlarga esa ish topish qiyin. Mahalliy kompaniyalarimizda ko'proq qaysi backend texnologiyalari yetakchilik qilyapti? Nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston holatiga keladigan bo'lsak, juda ham ko'plab startaplar hali начальный stadiyada bo'lganligini evaziga o'ylayman Node.js lider, keyin Python va kompaniyalarni o'sha katta kichikligiga qarab o'ylayman Golang bor, .NET bor, ya'ni davlat proyektlari yoki bank tizimlariga keladigan bo'lsak Java bor. Ya'ni hamma o'zini sferasida o'sha lider tillar bor, ya'ni lider dasturlash texnologiyalari bor. Shuning uchun aniq biri aytadigan bo'lsak Node.js hozir biz ham ishlatamiz, chunki juda ham ko'p kompaniyalar O'zbekistonda Node.js. Bu narsa yaxshiligi nimada? Ya'ni yangi kimdir qanaqangidir produkt yasayotgan bo'lsa, ularning ishonchi komilki, shu Node.js'ni tanlaydigan bo'lsa, yetarlicha O'zbekistonda kadr topa oladi. To'g'risini aytsam, o'sha sun'iy intellekt chiqqanguncha menda Node.js edi, TypeScript, React, AI chiqqandan so'ng o'ylayman qiziq qolmay qoldi bu narsani. Chunki eng muhimi to'liq protsessni tushuna olishlik, sistemani tushuna olishlik, biznes proseslarni to'g'ri tatbiq qila olishlikda ko'p gap qoldi. O'zbekiston bozorida va xorijda backend dasturchilarining o'rtacha maoshi? O'zbekistonda men bilaman $500 dan oladiganini bilaman, $10,000 oladiganini ham bilaman. Amerikada esa masalan minimum o'zi oyliklari bor, shtatlarga qarab, qaysi shtatda aynan qanaqa kompaniya ishlashligiga bog'liq. O'rtacha masalan 5,000, 6,000 dan boshlanishligi mumkin. 4,000 dan boshlanadigan kompaniyalar bor. U dasturchining уровениga bog'liq. Backend dasturchi o'z daromadini 2-3 barobarga oshirish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? O'ylayman, muammoni hal qilishni bilish kerak. Eng muhimi mana shu. Biz aytishimiz mumkin, u masalan backni o'rgansin, frontni o'rgansin. Qiziq emas, nimani o'rganishligida. Eng muhimi muammo kelganda o'sha muammoni hal qilib bera olishligi unga katta ta'sir qiladi. Masalan, Amerikada o'sha San Fransiskoda yashab ko'rganman. San Fransiskoda asosiy qatlam bu texnologiya qatlamida ishlaydigan odamlar. Ya'ni hamma masalan kafega borsangiz, bironta bir kompaniyani yoki bironta bir startapni co-founder yoki dasturchisi bilan ko'rishasiz, точно. 100%. Chunki O'zbekistonda ham agarda startaplar yanada rivojlanib, ko'proq pul kirib keladigan bo'lsa, o'ylayman, ko'proq yengilliklar, ko'proq muammolarni hal qilishlikni startaplar o'z bo'yniga oladi. Faqat davlatdan kutishlik emas, balki startaplarning o'zi hayotda duch kelayotgan muammolarni hal qilib, ularning yengilligini ta'minlab berib, rivojlanishligiga hissa qo'shadi o'ylayman. Unicornda eng yoqqan narsasi bu o'ylayman komanda. Komanda bilan ishlashlik menga yoqdi. Chunki ko'p vaqt masofaviy ishlaganman. U esa
ancha zeriktirib qo'ygandi. Odamlar bilan ko'proq ishlayotganligim menga yoqadi shu. Unicornda yoqayotgan yana bir narsalardan biri bu xavfsizlikka yaxshi qarashadi. Ma'lumotlarning xavfsizligi juda ham prioritetda. Shu yoqadi. Yosh dasturchilarga maslahat bergan bo'lardim. Asosan dasturlash tillarini birinchi chuqur anglab olishlik, keyin tushunishlikni tezlashtirishni maslahat beraman. Chunki ko'p dasturchilar biznes proseslarni tushunmaganligini evaziga ko'p muammolar kelib chiqadi. Biznes proseslarni tushunishligi juda ham muhim.